Qimmatli qarindoshlar, modern davrda faylasuf Descartes aql va tafakkurning qudratini tafakkur qilaman. Shunga mavjudman degan jumla bilan ifodalasa, gida insonning mavjudligini his qilaman. Shunga mavjudman degan jumla bilan ifodalagan edi. Albert Camus ismli yana bir mutafakkur bo'lsa, insonning qudratini isyon qilaman. Shunga mavjudman degan jumla bilan ifodalaydi. Günümüzge o'xshash postmodern davrda bo'lsa, inson mavjudligi ko'rinaman. Shunga mavjudman degan jumla bilan ifodalanmoqda. Günümüzde yangi uchur aloqa vositalari keng umumlashdi. Uchur ma'lumotlarga oson erishgili, hamma narsani darhol o'rganish imkoniyati ochdi. Uchur ma'lumotlar parmoqlarimizning uchida turmoqda. Bularning hammasi kishilarning nodonligini uzul-kesil oxirlashtiradigan ahvollar sifatida ko'rsatilmoqda. Kompüterlashish va uningdan keyingi texnikalik ilgirlashlar nodonlikni tugatib, kishilar bilimlik, hamma narsani tushunadigan, idrok qila oladigan shei va hadislarning haqiqatini tushuna oladigan holatga kela oladigan bo'ladi. Lekin undaq bo'lmadi. Bo'libmi oldingi asrda texnika ko'zni qamashtiradigan darajada tez suratda taraqqiy qildi. Uchur ma'lumotlarga erishish ilgirki har qanday vaqtdagidan osonlashdi. Barliq sohaga tava uchur ma'lumotlarga osonlik erisha oladigan vaziyat shakllandi. Ammo kishilar nodonlikdan hech nimani yo'qotmadi. Aksicha nodonlik shaklini o'zgartib, maqtanish, o'z mabtulluq, shon-shuhrat va riyokorlik sifatida o'z ifodasini topdi. Qimmatli anglag'uvchilar, navada kunimizda umumlashayotgan kultur haqida ma'lum darajada tushunchaga erishmoqchi bo'lsangiz, professor Tayfun Atayning ko'rinaman. Shunga mavjudman degan kitobiga murojaat qilsangiz bo'ldi. Bugungi programmamizni tadqiqotchi Kadir Metin Akbashning mazkur kitob haqida yozgan Analogiya kulturidan digital kulturga o'tish nomli maqolasidan foydalanib tayyorlab chiqdik. Professor Tayfun Atay o'zining ko'rinaman. Shunga mavjudman nomli kitobida ko'rsatib o'tgandek, insoniyat tarixda kundalik turmushini davomlashtirish jarayonida kultur jihatda 3 bosqichni besib o'tdi. Bu bosqichlar og'zaki kultur, yozma kultur va ko'rma kultur qatorliqlardan iborat. Tarixdagi tunji kishidan boshlab necha ming yil kishilar o'zlarining hissiyoti va o'y fikrlari, qizg'inligi, ochiqi, xushalliqi va qayg'usini o'zaro og'zaki holda o'rtoqlashdi. Ular og'zaki kultur bilan aloqa qilib, o'zaro tushunish hosil qilishdi. So'zlarga, kalimalarga ahamiyat berdi. So'zlarni, kalimalarni qadrladi. Cho'chak, hikoya, naqsha, nol faryod, qofiya, doston, rivoyat va shunga o'xshash shakldagi og'zaki ifodalash shakli dunyodagi barliq xalqlarning kam bo'lsa bo'lmaydigan bir qismiga aylandi. Og'zaki kultur butkul insoniyatning o'rtaq mulkiga aylandi. Ayrimchilik qilinmasdan milliardlagan insonlar og'zaki kulturdan o'xshash darajada nafga erishdi. Afrikadagi xalqlar, Osiyodagi xalqlar va Yevropadagi xalqlar og'zaki kulturining farzandlari sifatida yashab keldi. Har birining og'zaki kulturi o'z o'zini boshqarishga yetadi. Hatto kishilar o'rtasida og'zaki kultur jihatda asosan degudek farq yo'q edi. So'zlash, anglash va yodlashni asos qilgan bu kultur tarixda insonlarni ovozliq tarbiya bilan tavlab chiqdi. Biz og'zaki kulturining xarakterini so'zlamasdan turolmaslik deb ta'riflasak bo'ldi. Keyincha ilpaning bayqilishi va yeziqning barliq kelishi bilan insonlarning tafakkur sistemasida uzil-kesil o'zgarish yuz berdi. Matbaaning 1950-yillarda Yevropada hozirgi ma'noda ishlatilishga boshlanishi natijasida yeziq avomning mulkiga aylandi. Kitobning ta'siri cho'nqur his qilindi. Matbaa necha asr ilgari Xitoyda barliq kelgan bo'lsa-mu, lekin uningdan Yevropaliklar unumli foydalandi. Matbaaning yordamida texnik ko'p kitob besilib, arzon ishlab chiqarildi. Yevropada protestant mazhabining tarqalishi, 1789-yildagi Fransiya inqilobiga olib boradigan yo'lning ochilishi, cherkovning kuchi va nufuzining yimirilishi, Yevropaning, boshqacha qilib aytganda, G'arbning dunyoga hukmronligi qatorliqlarning birinchi nomerlik qo'zg'atuvchi manbasi dal matbaa bo'ldi. Shunga og'zaki kulturdan yozma kulturga o'tish Yevropa tarafidan rasmiy e'lon qilindi va yo'lga qo'yildi. Yozma kulturni ilgirki kulturdan farqlantiradigan mundaq ro'shan aloyidlik bor edi.
Ağzaki kültür hammalarning o'rtaq mulkiga aylangan bilan yozma kültür faqat uni qadrlaydigan, uning muhimligini qabul qilgan va bu yo'nalishga qarab qadam bosganlarning mulki bo'ladi. Sanoat inqilobining amalga oshishi, texnika sohasidagi zo'r bo'sishlar, ilm-fan, san'at, kültür, ma'rif, tantarbiya qatorliq sohalarda yangiliklarning bosh ko'tarishi va bu yangiliklarning dunyoga tarqalishi qatorliqlar amaliyotda g'arbning matbaachilikka ahamiyat berish natijasida yuz berdi. Gutenbergning savdo aql parasti dunyoning taqdirini g'arbga foydali qilib o'zgartdi. Shu vaqtgacha kitobga tegishli ahamiyat bergan va kitobni hayotning markaziga qo'ygan sharq dunyosi bo'lsa, matbaaning muhimligini yetarli darajada tushunolmadi. Shundaqla matbaa turkisida barliq kelgan o'zgarishlarning mohiyatini his qila olmadi. Qo'lyozma kitoblari matbaa kitoblarga bo'ysunishga majbur bo'ldi. G'arbda yo'riqlik chiqqanda sharqda kechining qorong'uliklari tushishga boshladi. Biz bu yangi kulturning simvolini savad sifatida qabul qila olmaymiz. Ya'ni nuqul xat o'qish debla qabul qila olmaymiz. Yozma kultur savatdan alqagan xarakterga ega bo'lib, biz yozma kulturning xarakterini o'qimasdan turolmaslik deb ifodalasak bo'ldi. 1950-yillarga kelganda televizorning dunyoning har qaysi joylarida hukmronlik qilish natijasida ko'rma kultur boshlagan bo'ldi. Keyincha kompyuter texnikasida barliq kelgan g'oyat zo'r taraqqiyotlar turkisida internet va ijtimoiy taratqu davriga qadam qo'ydik. Lekin bu kulturni ilgirki ikki kulturdan farqlantiradigan intayin muhim bir inchga nuqta bor edi. U bo'lsa-mu o'xshashla bu kulturning egisi bor bo'lishi edi. Ko'rma kulturning egilari yozma kulturni o'zlashtirganlar edi. Og'zaki kulturdan yozma kulturga o'tishga muvaffaq bo'lolmaganlar ko'rma kulturga chiroqqa qo'nib olgan kipinaklarga o'xshash oshiq bo'ldi xolos. Matbaa turkisida yozma kulturni o'zlashtirgan, uningga tegishli darajada ahamiyat bergan g'arb dunyosi ilm-fan va texnikaning taraqqiy qilish natijasida ko'rma kulturning himoyachisi, direktori, hatto birdan-bir so'ttisiga aylandi. Matbaaga, yoziqchilikqa, ilm-fanga, kitobga va o'qishga tegishli darajada ahamiyat bermagan bizga o'xshash kishilar ko'rma kulturga rasmiy oshiq bo'lib qoldi. Tasavvur qilganingizdek, ko'rma kulturning xarakterini ko'rmay turolmaslik yoki tomosha qilmay turolmaslik deb ifodalasak bo'ldi. Ko'rma kultur dunyo xalqini cho'nqur zilzilaga soldi. Chunki nuqul ko'rish yoki tomosha qilishning galibkorligi va qulayligi hammamizni asirga oldi. Yan telefonning ko'payishiga erishib, bu asirlik yoki asorat ixtiyoriy bil yashashdan olqib ketdi. Yozma kulturni o'zlashtirganlar nuqtasini ilib aytganda, bu xil davolashga qarshi turish biroz reallikqa muvofiq bo'lsa-mu, yozma kulturni to'liq o'zlashtirmaganlar og'zaki kulturdan ko'rma kulturga bevosita atlab, seviylik bo'lib qolganligini, shundaqla zo'r darajada aran tepib qolganligini va qoltis bo'lib ketganligini o'ylab qoldi. Lekin ular o'zlarining passiv usulda harakat qilganligini va faqat ishlatguchi, ya'ni iste'molchi o'rinda ekanligini his qilmadi. G'arb dunyosi ko'rma kulturining ham ishlab chiqaruvchisi yoki barpochisi hamda egisi bo'lish sifati bilan butkul dunyo miqyosida bu kulturning hukmronligiga aylandi. G'alati shuki, ko'rma kulturining hukmronlik o'rnining ta'sirida yozma kulturning ahamiyati va og'zaki kulturning qimmati dunyoning har qaysi joylarida tez suratda ojizlamoqda. Barry Sanders, Neil Postman, Nabi Avjiga o'xshash ilmshunoslar bu reallikni balduris qilib, buning yuz berish ehtimoli bo'lgan oqibatlarini 90-yillardan boshlab so'zlab keldi. Bir narsani bilish bilan bir narsadan xabardor bo'lishning o'xshash emasligini bilish unchalik tez emas degan Nabi Avji, uchur davridagi nodonlik deb hukmlashtirilgan ahvolda turyapmiz. Uchur ma'lumot dengizida uzib turayotgan bo'lsak-mu, lekin nodonlik patqiqidan qutulamayapmiz. Amerikalik mutafakkur Barry Sanders o'zining Öküzning Osi nomli kitobida hozirgi yosh avlodlarni ham og'zaki hamda yozma kultur qo'ldan tartib elingan avlodlar deb ta'riflab, post nodonlik degan yangi hukmni ishlatishni tavsiya qildi. Chunki davrimizda yuz berayotgan ishlar klassik ma'nodagi nodonlik hukm bilan yengil bo'lgan holatdan eshib ketdi. Amerikalik yana bir mutafakkur Neil Postman televizor o'ltirgan o'yin tomosha nomli asarda nodonlik har vaqt tuzgili bo'lgan bir ahvoldir.
Lekin nodonlikni bilim deb qabul qilgan vaqtimizda qandoqmi qila olamiz degan savolning javobini izlaydi. Qisqasi, u kunimizda nodonlikning maqtashga arziydigan narsaga aylanib qolganligini ta'kidlaydi. Professor Tayfun Atayning qarashicha, o'ylashdan va tafakkur qilishdan bekrak ko'p ko'rish yoki tomosha qilish, bilish va tushunishdan bekrak ko'rinish yoki o'zini sahnada ko'rsatish, kallaga emas ko'zga xitob qilish, kasb egasi bo'lishdan bekrak dong chiqarish yoki shuhratning ko'yda yurish, ishlashdan bekrak oson pul tepishning quyuga kirish, ishlashdan bekrak ko'ngil etish qatorliqlar kishilarning bekrak yoqtirishga erishmoqda. İnternetin burunqi analogiya kulturida nadonligimizni bilatdik. O'qimaganligimizni bu sababdan o'zimizni chala his qilatdik. O'qimaganligimizni bu sababdan o'zimizni chala va bilimsiz his qilatdik. Hech bo'lmaganda biz buningdan nafrat, nomus va pushaymon qilatdik. Lekin digital kulturda yoki ko'rma kulturda bu fazilatdan mahrum qoldik. Mushundaq turibmi, yana o'qimaymiz, tafakkur qilmaymiz. Afsus, o'qishni yoki bilim egallashni taqozo qilgan ahvol yo'q-ku deb bahona topamiz. Post nodonlik davrining shuari mundaq. Kitoblarning vaqti o'tdi. Jurnallar o'tmishda qoldi. Uzun maqolalar zerikishdik. Eng yaxshisi ko'rib o'tib ketgan. Tomosha qilsanglar bo'ldi. Bir konukka bilan o'rganalaysan. Tadqiqotlarga asoslanganda kunda o'tir hisob bilan 7 soat 29 minut vaqtimiz internetda o'tadi ekan. Buning 2 soat 55 minutini ijtimoiy taratqularga sarf qildi ekanmiz. İctimai aloqa usullarini aktiv ishlatuvchilar soni jihatda dunyodagi barliq davlatlar ichida oldingi 10 ning ichida turamiz. Biz o'qishdan bekroq ko'rinishni yoki tomosha qilishni bekroq yaxshi ko'ramiz. Ko'rishdan va tomosha qilishdan huzurlanamiz. Cho'ng dunyoni kichik bir ekranga sig'dirib yetdik. Bu xil ahvol nodonligimizni cho'nqurlashtirishdan boshqa ish qaramaydi. Xayr xo'sh.